Assalomu alaykum. Butun kallani o'rganishda davom etamiz. Bazis krani, kalla asosi. Kalla asosida ikkita yuza tafovut qilinadi. Ulardan birinchisi bazis krani eksterna, tashqi kalla asosi quyiga va tashqariga qaragan. Ikkinchisi bazis krani interna, ichki kalla asosi miyaga qaragan tarafi, mana bu kalla asosi qismini. Kalla asosini ostki tarafdan qaraymiz. Bazis krani eksterna, tashqi kalla asosi. Uning ikkita qismi farqlanadi. Oldingi qismi ustki jag' suyagining alveolyar o'simtasi va qattiq tanglaydan hosil bo'lgan. Ya'ni bu qismda endi yuz suyaklaridan iborat. Orqa qism bo'lsa kalla qutisi suyaklaridan iborat. Oldingi qismda quyidagi tuzilmalarni ko'ramiz, chunki ostidan qaraganimizda mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin. Demak, mana jag' suyagi ko'rinib turadi. Shuning uchun buni oldindan aytib qo'yishimiz kerak. Jag' suyagining alveolyar o'simtasi va tanglay suyagi. U joyda qanday tuzilmalar bor? Birinchisi sutura palatina mediana, ya'ni o'rta tanglay choki. Sutura palatina transversa, ya'ni ko'ndalang tanglay choki va canalis incisivi, kurak tishlari sohasidagi kanal, hamda foramen palatina major et minor, katta va kichik tanglay teshiklari. Bu tuzilmalarni tegishli yuz suyaklarida o'rganib chiqqan edik. Orqa qism quyidagi suyaklardan hosil bo'ladi. Os occipitale, ensa suyagi, os temporalia chakka suyak, os temporalia chakka suyaklari, os sphenoidale ponasimon suyak hamda angulus mastidius ossis parietalis, ya'ni tepa suyagining so'rg'itsimon qismi ko'rinib turadi orqa qismida. Endi shu orqa qismidagi har bitta suyakni qanday tuzilmalarni ko'ramiz? Pastdan qaraganimizda shuni aytamiz. Demak, biz bu suyaklarni har birini gaplashganimizda ham bu tuzilmalarni aytgandik. Hozir umumiy qilib takrorlaymiz. Ensa suyagining palla qismi, squama occipitalis qismida protuberansia occipitalis externa ko'rinib turadi. Va ensa suyagining tashqi do'ngligi edi. Buni tarjimasi crista occipitalis externa, ensa suyagining tashqi qirrasi protuberansiyadan pastga qarab yo'naladi. Linea nuxe superior, yuqorigi bo'yin chizig'i, aynan protuberansiyadan ikki tomonga qarab yo'nalgan. Hamda linea nuxe inferior, quyi bo'yin chiziqlari ko'rinadi. Ensa suyagining pars lateralis qismi ham pastdan qaraganimizda ko'rinib turadi. Bu joyda biz condylus occipitalis, ensa suyagi do'ngini ko'ramiz. Canalis condylaris, bo'g'im do'mbog'i kanalini ko'ramiz va kanalning atrofida fossa condylaris, do'ng chuqurchasini ko'rishimiz mumkin va aynan condylusning ikki yon tarafida, ichki taraflarida canalis hypoglossaris, til osti nervi kanali ham ko'rinib turadi. Va keyingi qismi ensa suyagida pars basilaris edi. Bu joyda tuberculum pharyngeum ko'rinadi, halqum do'mboqchasi pastga qaragan, tashqariga qaragan yuzasida. Chakka suyagi pars petrosa, processus mastidius, pars tympani, pars squamosa hamma qismini pastdan ko'rishimiz mumkin. Pars petrosani ko'radigan bo'lsak, fossa juguliaris ko'rinadi, ya'ni bo'yinturuq chuqurchasi. Processus styloideus, vagissimon o'siq. Foramen stylomastidium, demak, processus styloideus va so'rg'itsimon o'siq orasidagi teshik bor edi va fossula petrosa, kichik toshsimon chuqurcha va foramen carotidum externum, ya'ni tashqi uyqu kanalining tashqi teshigi shu joyda joylashadi. Processus mastidius qismida sulcus arteria occipitalis ko'rinib turadi, medial tomonida joylashar edi. So'rg'itsimon o'siqning incisura mastidia ham ko'rinib turadi. Mana bu sulcus arteria occipitalisga parallel yo'nalgan va orqa tarafida foramen mastidium ko'rinadi so'rg'itsimon o'siqda. Pars tympani, porus acousticus externusni ko'rish mumkin pastki yuzadan, ya'ni nog'ora qismida, demak tashqi eshituv teshigi ko'rinadi va pars squamosa, palla qismida fossa mandibuliaris, ya'ni bu joyga eslaringizda bo'lsa, pastki jag' suyagining boshchasi kirib turardi bo'g'im hosil qilish uchun va uni oldindan chegaralab turadigan tuberculum articulariyalar ko'rinadi. Bularni gaplashib bo'lganmiz, shunga qisqacha aytib ketyapmiz. Ponasimon suyak, demak, ponasimon suyakning tashqi yuzalari ham ko'rinib turadi. Pastki tomondan korpus qismining fascies inferiori. Fascies inferiorda eslaringizda bo'lsa, crista bo'lardi xolos. Rostrum bo'lar edi, rostrum sphenoidali, cristaning davomi edi oldingi tomondagi. Alia major katta qanotning pastdan qaraganimizda bazis tomon foramen avali va foramen spinosum teshiklari, avalsimon va qirrali teshiklari ko'rinib turadi. Foramen rotundum bo'lsa, umuman yo'nalishi boshqa bo'lganligi uchun tashqi kalla asosida ko'rinmaydi. Keyingi qismi processus pterygidiuslar ham pastki tomondan ko'rinadi ponasimon suyakda va ularning asosidagi canalis pterygidiusni ham ko'rishimiz mumkin. Endi shu yuqoridagi suyaklarimiz, ya'ni bu joydagi ponasimon suyak hamda chakka suyagi va ensa suyaklari qo'shilishidan quyidagi tuzilmalar hosil bo'lgan. Birinchisi foramen juguliari, bo'yinturuq teshigi, incisura juguliarilarning qo'shilishidan hosil bo'ladi. Foramen lacerum, yirtiq teshik, fissura petrooccipitalis, ya'ni bu chok
toshsimon qism va ensa suyagi orasidagi chok va fissura sfenopetroza ponasimon suyak va toshsimon qismi, chakka suyagining toshsimon qismi orasidagi chok. Mana bu rasmda qisman ko'rishimiz mumkin ba'zi aytilgan qismlarni. Demak, bu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, foramenlarni ko'ramiz. Foramen ovale. Mana bu joyda foramen ovale yozib qo'yilgan va mana bu joyda ko'rsatilgan. Foramen ovalening joylashuvi adashib ketildi. Ya'ni foramen ovale ko'rinib turibdi. Mana bu joyda, mana bu katta ovalsimon teshik. Bundan tashqari foramen laterum ko'rinyapti. Mana bu joyda foramen laterum qaysi suyaklarning orasida joylashyapti ekan? Chakka suyagining toshsimon qismi. Ikkinchisi, mana bu joyda ponasimon suyak va qisman mana bu joyda ensa suyagining baziliaris qismi ham qatnashib qolyapti. Demak, shularning orasida yirtiq teshik hosil bo'lyapti. Aynan mana bu toshsimon qismining apex sohasiga to'g'ri kelib joylashyapti. Yana ostki tomondan ko'rishimiz mumkin tuberculin pharyngeum dedik. Mana baziliaris qismida ensa suyagining. Bundan tashqari toshsimon qismida canalis caroticusning tashqi apertura externasi mana ko'rinib turibdi. O'rtadagi teshik foramen processus styloideus ko'rinyapti va uning orqasidagi foramen stylomastidium. Mana bu processus mastidius va processus styloideusning orasida joylashgan. Chakka suyagining palla qismini aynan shu ostki tomondan ko'rinib turibdi mana fossa mandibularis qismi va uning oldi tarafida tuberculum articulari qismi. Bular ham pastdan aniq ko'rinib turadi. Yana bu joyda fossa condylus qismi bor. Demak, ensa suyagining mana bu condylus qismi pars lateralisdagi condylusning orqasida fossa condylaris, uning tubida canalis condylaris ham mavjud. Yana bu joyda boshqa tuzilmalarni ham ko'rishimiz mumkin. Ba'zi tuzilmalar ko'rinib turadi. Incisura mastidia ko'rsatilgan. Mana bu joyda mana medial tomonda mastidius surg'utsimon o'siqning medial tomonida ko'rsatilgan. Foramen jugularis mana ko'rinib turibdi. Incisura jugularis mana bu chakka suyagida bor edi. Va bundan tashqari mana bu ensa suyagida ham bor edi incisura jugularis. Ikkala incisuralarning kemtiklarning qo'shilishidan bitta katta foramen jugularis hosil bo'lyapti. Va yanada orqaroqqa qaraydigan bo'lsak, bu joyda protuberansia occipitalis externani ko'rishimiz mumkin. Orqa tomonda ensa suyagida, undan pastga qarab crist occipitalis externa, yon tomonlarga qarab linea nuxi superior, ozgina pastroqda linea nuxi inferiorlar yo'nalib turibdi. Bular ham bazis crani externaning tuzilmalari hisoblanadi. Foramen magnum endi bilamiz, ensa suyagini qismlarining o'rtasida hosil bo'lgan katta teshik. Oldingi tomondan mana palatum osseum, ya'ni suyak tanglay ko'rsatilgan, yuqori jag' suyagining alveolyar o'sig'i va tanglay suyagining gorizontal plastinkasi. O'rtada bo'lsa sutura palatina mediana. Bu joyda sutura palatina transversa ham bor. Aynan yuqori jag' suyagining alveolyar o'sig'i va tanglay suyagining gorizontal plastinkasi orasida hosil bo'lyapti. Teshik va kanallarni ham umumiy qilib sanaymiz, ya'ni har birini alohida aytdik, lekin umumiy qilib kallani bazis kranida qanday teshik kanallar bor deydigan bo'lsak, quyidagilarni aytishimiz mumkin. Birinchisi foramen magnum, mana bu joyda katta bo'lib ko'rinib turibdi. Foramen jugulari, uni ham ko'rsatib o'tib ketdik, mana bu joyda aniq belgilab qo'yilgan, ya'ni ensa va chakka suyaklarining orasida. Yana bundan tashqari adashib ketildi, foramen jugulari mana bu joy, ya'ni ensa va toshsimon qismi orasida chakka suyagining. Undan keyingisi foramen mastidium. Foramen mastidium mana bu joyda ko'rinib turibdi. Ozgina kattalashtirib ham ko'rsak bo'ladi. Ya'ni pars mastidiusni, processus mastidiusni orqa tarafida ko'rinyapti bu qism. Keyingi teshigimiz foramen stylomastidium. Processus styloideusning orqasida joylashyapti va processus mastidiusning oldida, ikkalasining orasida. Va keyingisi foramen laterum. Mana bu ko'rsatganimiz foramen laterum. O'rtadagi teshik bu uchta suyakning orasida. Demak, ponasimon, chakka va ensa suyaklarining orasida hosil bo'lib turibdi. Keyingisi foramen caroticum externum. Foramen caroticum externum mana bu joyda toshsimon qismida ko'rinadi. Foramen spinosum. Mana bu joydagi kichkina teshik, uning yonidagi kattaroq teshik foramen ovale hisoblanadi. Canalis condylaris, mana bu condylus qismining orqasidagi mana bu teshik joy kanalning boshlanishi. Bundan tashqari canalis pterygoideus ham mavjud. Canalis pterygoideus qayerda bo'ladi deb aytdik? Bu chakka ponasimon suyak qanotlarini ajralmasidan oldin asos qismida, qanotsimon o'siqlarining asos qismida joylashadi. Pterygoideus, ya'ni canalis pterygoideus mana bu joylarda joylashadi. Demak, keyingi qism canalis hypoglossus. Canalis hypoglossus mana bu kondyluslarning yon tarafida joylashgan dedik. Shu joyga strelka qo'yib ko'rsatilgan. Va yana bu joyda bundan tashqari canalis tympanomastidia, fissura tympanomastidia bor, u ham ko'rinadi. Buni aytdik, tympanomastidia pars mastidius bilan pars tympanica orasida hosil bo'ladi. Keyingisi fissura petrotympanica bor. Ya'ni
mana bu toshsimon qism va timpanik qism, nog'ora qismi o'rtasida. Fissura petrosquamosa ham bor, toshsimon qism va palla qism o'rtasida hosil bo'lgan chok. Porus acousticus externusni mana bu tympanicus qismida ko'rishimiz mumkin va oxirida apertura inferior canaliculi tympani ham ko'rinib turadi ost yuzada toshsimon qismda. Mana bu joyda ushbu kallaning ostki tarafidagi teshiklar o'ng tarafda ko'rsatilgan rasmda va ulardan nimalar o'tishi bilan birgalikda aytib o'tib ketilgan. Chap tarafda bo'lsa, ichki tarafdan ko'rinishi bu keyin gaplashiladi. Demak, foramen palatinum major, mana bu joyda undan o'tadigan arteriya va nervlar ko'rsatilgan. Foramen palatinum minor, bularni aytdik, oldingi tomonda, oldingi qismida, bazis crani externani oldingi qismida joylashadi dedik, mana ko'rinib turibdi. Bundan tashqari foramen latissirum, mana bu yirtiq teshikni bu joyda yana ko'rsatilgan. Bu joyda bir qancha tuzilmalar o'tadi, chuqur toshsimon nerv o'tishi mumkin. Foramen spinosum mana bu joyda ko'rsatilyapti. Foramen ovale undan oldinroqda ko'rsatilyapti. Va canalis caroticusning boshlanishi mana apertura canalis caroticus externus ham joylashyapti va u joyga uyqu arteriyasi kirib ketyapti. Mana ozgina pastroqqa tushadigan bo'lsak, foramen stylomastidium, bu joydan yuz nervi, arteriya stylomastidiya o'tadi. Orqaroqda nima joylashyapti? Foramen mastidiyani o'zi, ya'ni pars mastidiusda joylashgan teshik, u joydan ham venalar o'tyapti. Foramen jugulare mana bu joyda joylashadi, u joydan jugulyar vena chiqadi. Canalis condylaris mana ostki tomonga ochilib turibdi. Bu joydan ham venalar chiqadi. Bu tuzilmalarni ko'rishimiz mumkin va o'rtada foramen magnum ko'rinib turibdi. Endi bazis crani interna, kallaning ichki asosi haqida gaplashamiz. Ya'ni asos qismining endi miyaga qaragan yuzasi. Kalla asosining ichki yuzasida birinchi ko'rinadigan tuzilmalar bu 3 ta chuqurcha. Fossa crani anterior, fossa crani media hamda fossa crani posterior. Shularni bilib olishimiz kerak. Demak, fossa crani anterior peshona suyagidan, g'alvirsimon suyakdan va qisman ponosimon suyakdan hosil bo'lyapti. O'rta chuqurcha bo'lsa, ponosimon suyakdan, qisman chakka suyagidan va teparoqda tepa suyaklardan iborat. Orqa qismida bo'lsa, ponosimon, parietal, temporal chakka suyagi va occipital ensa suyaklardan hosil bo'ladi. Fossa crani anterior, bu joyda qanday tuzilmalarni ko'ramiz? E'tibor beringlar. Partes orbitalis ossis frontalis, ya'ni peshona suyagining pars orbitalis qismining miya qutisining ichiga qaragan yuzasi, facies cerebralis yuzasi. Bu joyda albatta ko'rishimiz mumkin. Yuga cerebraliyalar, ularning orasidagi barmoqsimon botiqlar, impressionis digitate, sulci arteriosi hamma ichki qismida bor miya qutisi suyaklarining va foramen secum ko'rinadi. Foramen secum aynan peshona suyagi qirrasi boshlanadigan joyda joylashardi. Bu joyda lamina cribrosaning ustki tarafida joylashadi. Mana bu rasmda yanada aniqroq ko'rinyapti. Mana foramen secum deb yozib qo'yilgan tepadagi qismda. Mana. Endi keyingi qismga o'tamiz. Demak, lamina cribrosa ossis et medalis. Bu joyda bir qancha foramina lamina cribrosalarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu rasmda yanada yaqqol ko'rinyapti. Mana foramina lamina cribrosalar, ya'ni g'alvirsimon plastika bo'lgandan keyin bir qancha g'alvirsimon teshiklari bo'lishi kerak. Keyingi qism ala minoris ossis sphenoidalis. Bu qism yaqqol ko'rinib turibdi. Mana bu kichik qanot qismi ponosimon suyakning oldingi chuqurchani hosil qilishda qatnashadi. Bundan tashqari canalis opticus orqali oldingi chuqurcha ko'z kosasi bilan bog'lanib turadi. Canalis opticus mana bu joydan boshlanadi. Kichik qanotning asosida joylashgan, oldingi chuqurchaga kiritib yuborilyapti bu ham. Canalis opticus. Endi keyingi qism haqida gaplashamiz. Bu tuzilmalarni ko'rib o'tib ketdik. Keyingi qism fossa crani media, o'rta chuqurcha. O'rta chuqurchani oldingi chegarasini ponosimon suyak kichik qanotning orqa qirrasi hosil qiladi va tuberkulum selya hosil qiladi. Diqqat qilinglar. Ponosimon suyak kichik qanotning orqa qirrasi mana bu joy va tuberkulum selya. Tuberkulum selyadan oldinroqda canalis opticus bor edi, uni oldingi chuqurchaga kiritib yubordik. Tuberkulum selya mana. Endi orqadan ham chegarasi bor. Sulcus sinus petrosus superioris va dorsum selya. Demak, sulcus sinus petrosus superioris mana bu toshsimon qismining yuqori qirrasida joylashadi va mana bu dorsum selya, egar suyanchig'i ham o'rta chuqurchani chegaralab turar ekan. Corpus et alia majoris ossis sphenoidalis bor bu joyda, ya'ni ponosimon suyakning tanasi va katta qanoti aynan shu chuqurchada joylashadi. Bu joyda ko'rishimiz mumkin sulcus prechiasmaticus, ya'ni aynan xiyazma joylashadigan egat, sella turcica, turk egarchasi, fossa hypophysialis, dorsum selya, sulcus caroticus, demak tana bo'ladigan bo'lsa ikki yonida joylashgan edi. Fissura orbitalis superiorlar shu qismga kiradi. Rasmlardan ko'rib chiqish mumkin bularni. Foramen rotundum, katta qanotdagi, foramen ovale, foramen spinosum. Tashqi asosni eslasak, mana bu rotundum ko'rinmas edi.
avaliya va spinozum ko'rinadi pastki asosda. Pars petroza et squamosa ossis temporalis, ya'ni chakka suyagining toshsimon va palla qismlarida nimalarni ko'ramiz ichki tarafdan qaraganimizda. Birinchisi tegment timpani. Bularni gaplashib bo'lganmiz. Oldingi yuzasida joylashar edi toshsimon qismni tegment timpani, nog'ora tomi. Eminensia arcuata ham, ya'ni ravoqsimon tepalik ham. Hiatus canalis yoki sulcus nervi petrosi majorislar bor edi. Hiatus canalis nervi petrosi minoris yoki sulcusi bor edi. Aynan o'rta chuqurchaga to'g'ri keladi. Impressio tegemini ham oldingi chuqurchaga to'g'ri keladi, o'rta chuqurchaga sulcus arteria meningia media hamda impressionis digitatiyalar to'g'ri keladi. Mana bu hammasi o'rta chuqurchaga to'g'ri keladi. Rasmdan bemalol ko'rsak chiqadi hammasi. Endi chakka va ponosimon suyak o'zaro birikishidan foramen latserum hosil bo'ladi. Buni aytdik, chakka suyagi os temporali hamda os sfenidali qo'shilyapti. Foramen caroticum internum ham shu ichki tarafda joylashadi. Toshsimon qismning o'rtasi markazida uch qismida joylashadi hamda fissura sphenopetrosa ponosimon suyakning toshsimon qism bilan birikishidan hosil bo'ladi. Mana o'rta chuqurcha berilyapti. O'rta chuqurchani mana bu joyda yaqqol tasvirlab o'tilgan. Qanday chegaralari borligi, kichik qanotning orqasi, dorsum sellidan iboratligi hammasi ko'rinyapti. Tuzilmalari hiazma, sulcus hiazmaticus joylashyapti, sella turcica, dorsum selli, tuberculum selli, undan tashqari foramen rotundum, avali hamda spinosuslar ko'rinib turibdi va chakka suyagining toshsimon qismining oldingi yuzasidagi qismlar tegment timpani va bunda eminensia arcuata bir qancha tuzilmalar ko'rinyapti. Va foramen latserum mana bu joyda ko'rinib turibdi. Foramen latserumni ham aytib ketdik. Chakka va ponosimon suyak birikadigan joyda hosil bo'lyapti. Mana bu suratlarda ham teshiklarni, tuzilmalarni takror ko'rib olish mumkin. Endi fossa crani posterior, ya'ni orqa chuqurcha. Oldindan sulcus sinus petrosi superioris bilan va dorsum selli bilan chegaralangan. Chunki o'rta chuqurchaning orqa chegaralari shular edi, mana bular. Aynan shular bu orqa chuqurchaning oldingi chegarasini hosil qiladi. Orqadan ensa suyagi do'ngligigacha davom etadi. Ensa suyagi do'ngligi o'rtada joylashgan edi, mana bu joyda eminensia occipitalis interna shu joygacha keladi. Os occipitalida, ensa suyagida foramen magnumni ko'ramiz, canalis hypoglossalis ko'ramiz, protuberantia occipitalis interna, crista occipitalis interna, sulcus sinus transversi kondalang sinus egati, pars basilaris va corpus sphenoidalini qo'shilishidan hosil bo'lgan clivus, ya'ni nishab qiyalik joy ko'rinadi. Facies posterior pars petrosa va pars mastidius qismlarida porus yoki bo'lmasa meatus acousticus internus tashqisi nog'ora qismida joylashar edi. Bundan tashqari fossa subarcuata mana bu orqa chuqurchada, apertura externa aqueductus vestibuli, apertura externa canaliculi cochlear, sulcus sinus petrosi inferiorlar joylashadi. Sulcus sinus petrosi inferiorlar. Ensa va chakka suyaklarini o'zaro qo'shilishidan foramen jugulari hosil bo'ladi. Demak, mana bu joyda foramen jugulari, bo'yinturuq teshigi, bu joydan bo'yinturuq venasi chiqib ketadi bosh qutisidan. Fissura petrooccipitalis, ya'ni mana bu toshsimon qism va os occipitali orasidagi chok, sulcus sinus sigmoidi, sigmasimon egat ham joylashadi. Mana bu joyda u tepa suyagigacha yetib boradi. Tepa ensa pars mastidius qismi chakka suyagining 3 ta suyakdan o'tadi. Mana bu rasmda yana o'sha rasm yaqqol ko'rsatilyapti, orqa chuqurchadagi tuzilmalar. Orqa chuqurchani o'zida ham alohida miyacha uchun kichik chuqurcha bor, cerebelliaris. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Va orqadan mana foramen jugularini ko'rib turibmiz. Foramen magnumni ko'rib turibmiz. Sulcus sinus sigmoidi mana bu joyda sigmasimon bo'lib yo'nalganligi uchun shunday nomlangan. Canalis condylaris, canalis hypoglossalis ko'rinadi ichki tarafdan. Bu tarafdagi rasmda ham chegaralar aniq qilib ko'rsatilgan holatda ko'rsatilgan. Ya'ni anterior, o'rta va orqa chuqurchalar mana ko'rishimiz mumkin. Chuqurcha va orqa chuqurcha. Demak, neurokranium qismini gaplashib bo'ldik, kalla qutisini. Butun kallaning kraniumdan neurokranium qismi, bazis qismi, ya'ni kalla asosining tashqi va ichki yuzalarini ko'rib chiqdik. Viscerokranium haqida keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Alloh taolo olingan ilmlarimizni xayrli, barakotli ilmlardan qilsin.